Kelin qizim, siz kelguncha qaynonangiz nimalar ko'rmadi. Siz tug'ilmasingizdan u bechora boshidan nimalar o'tkazmadi. Qizim, yaxshilab o'ylab ko'ring, adolatli bo'ling. Mana shu hayot kemasida biz qaynona onangiz sizni uzoq yillar orzu qilib kutdik. Biz qaynona siz pariga pahlavon o'g'il o'stirib kutdik. Siz bizga boshingizni egib keldingiz. Nega? Chunki biz sizni xizmatingizga suyukli o'g'limizni egiltirib qo'ydik. Bir imo ishorangizga suyanchig'imizni yugurtirib qo'ydik. Sizni istagingiz bizni istaklardan qadrliroq qilib qo'ydik. Jonimiz tagida saqlagan gavhar bolamizni sizni qo'yningizga qo'ydik. Uzoq yillar charchab mehnat qilib bezatgan uylarimizni eng chiroyligini siz malikaga beramiz. Idishni chiroyligi-yu kiyimni sarasi siz kelin podshoga beramiz. Bo'ynimizdagi tillolarni qizimizga emas, siz tilloni bo'yniga ilamiz. Bir piyola shirin choyingizga tunlari turib duolar qilamiz. Aqlli qizim, kelin qizim, hech qachon onasi yo'qqa tegishni orzu qilmang bolam. Hech qachon onasi o'lgan bo'lsin deb qora niyatli bo'lmang bolam. Biz sizni kelishingizni orzu qilib kutsak, siz bizni ketishimizni orzu qiluvchi bo'lmang bolam. Sizni umringiz uzun bo'lishini Allohdan tilasak, bizni umrimiz tugashini kutib o'tuvchi bo'lmang bolam. Sizga borimizni qizg'onmay beramiz bir kun. Ungacha bolamiz topib kelgan narsalarni ham biz bechoralardan qizg'onmay turing bolam. Sizni xalqqa oshlar berib kutib oldik. Siz bizga toshlar otmay turing bolam. Bolamiz qatori qiziga sizga maslahat solamiz. Siz onangiz teng onangizga gaplar qaytarmay turing bolam. Sizni 20 yildan ko'plab kutdik bolam. Siz kirishingiz bilan haqqingizni talab qilib qalbimiz og'ritib qo'ymang bolam. Sizga ilingan go'zal sarpolarni o'zimizga hali ilinmadik. Sizni kutganchalik hali biz hech kimni kutmagan edik. O'lim haqdir, ketish tayin. Ungacha shoshmay turing, jonim bolam. Bizni o'limimizni biroz kutmay turing. Sizni ko'rmay havas qilib yaxshi ko'rdik. Biz yomonni yomon ko'rmay keling bolam. Qizim, siz jannatlar uchun yaralgansiz. Adashib ketmang. Mahsharlarga ko'p gunohlar tashib ketmang. Sizdan tilla so'ramayman. Tillolardan qimmatli iymoningiz bilan keling. Sizdan sarpo tilanmayman. Taqvo liboslarida xonadonimga kirib keling. Kulib keling, yig'lab kelmang. Xonadonim nurga to'lsin. O'g'lim qo'yini quvonchlarga, qimmatbaho durga to'lsin. Aziz qizlarim, sizlarga ustoz emas, ona bo'lib o'zimni 3 ta qizimga doim uqtiradigan nasihatimni aytaman. Hech qachon bo'lajak turmush o'rtog'ingizni ota-onasi yo'q bo'lishligini orzu qilib katta bo'lmang. Hali tanimagan insonlardan nafratlanib o'sib unmang. Ular sizni kutib, yo'llaringizni poylab o'tirgan xaridorlaringizdir. Ularga siz xizmat qilmasangiz ham Alloh ularni yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Alloh albatta ularga xaridorlar chiqaradi, ularga mehribonlar yuboradi. Lekin siz jannat uchun, jannat musobaqasida zafar qozonishdan umid qilsangiz, ularni hech kimga bermay o'ting. Juftingizga Alloh ochgan 2 jannat eshigini atrofiga gul va rayhonlar bo'lib parvarish qiling. Taomingizni eng lazzatli yeriga, sharobingizni eng totli yeriga, ko'rpachani eng yumshog'iga ular loyiq insonlardir. Ularni to'rilaringizda erkalab qarab, jannat to'rilarini qo'lga kiritib oling. Ularni og'ziga yoqimli taom solib, jannat dasturxonlarini to'risiga o'tib oling. Har bir inson jannat yo'lida imtihonlanadi. Mana shu imtihonlaringizni boshlaridan o'pib, jannatlarga yetib oling. Injiqliklariga kulib turib, kasalliklariga malham bo'lib, jannatlarni firdavsiga loyiq bo'ling. Sizga vojib bo'lmagan amalni jannat uchun o'zingizga vojib qilib, juftingizni boshidagi
toj, qalbidagi gavhari bo'lib oling. Og'ir kunda suyanadigan ishonchli Xadijasi bo'ling. Ko'zlarini quvnatadigan Oyishasi bo'lib oling. Joy namozda uzoq zikr qiluvchi Juvayriyasi bo'ling. Paydar pay ro'za tutuvchi Umar qizi Hafsosi bo'ling. Ismingiz muslimadir. Haqiqiy islomda yashay biling. Yoki mu'minadirsiz, iymon imtihonida sobit bo'lib turing. Mahdiya bo'lsangiz, hidoyatingiz sultoniga ta'zimda o'ting. Osiyo bo'lsangiz, dunyo jannatlarini oxirat jannatlariga almashtirgan haqiqiy Osiyo bo'lib o'ting. Qalbi yaxshilikka to'la inson bo'ling. Yaxshilik qilib, yaxshiliklar olib keting. Alloh dedi: "In ahsantum ahsantum li anfusikum va in asatum falaha." Yaxshilik qilsangiz ham o'zingizga yaxshilik qilibsiz. Yomonlik qilgan bo'lsangiz ham o'zingizga yomonlik qilibsiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallohu alayhi fid dunya wal akhirah. Man satara ala muslimin fid dunya satarallohu alayhi fid dunya wal akhirah. Wallohu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi." Kim bir mo'minni dunyo g'amlaridan bir g'amini aritsa, Alloh uni qiyomatdagi bir katta g'amini aritadi. Kim bir qiynalganga yordam berib, osonlik bersa, Alloh uni dunyo oxirat ishlarini oson qiladi. Kim bir mo'minni ayblarini berkitsa,